Hammaga salom treyderlar. Bu video darsda praktika qilamiz, ya'ni bitimga qanday qilib to'g'ri kirish va kirish nuqtalarini aniqlashni o'rganamiz. Demak, bozorda 3 ta tendensiya bo'ladi. Bu o'suvchi trend, pasayuvchi trend va flat, ya'ni koridor. Bitimga kirishda biz yapon shamlari yoki barlarni tahlil qilamiz va bizga tanish bo'lgan, ya'ni aniq bo'lgan paternlardan bitim ochamiz va optimal kirish nuqtalarini aniqlaymiz. Eng asosiy qoida, kirish nuqtamiz va riskimiz aniq bo'lishi kerak, ya'ni kichik risk va yurib berishi potensiali katta bo'lishi kerak riskka nisbatan. Demak, o'suvchi trend maksimum minimumlar o'sib boradi, ya'ni yangilanib boradi yuqoriga. Hamda bu modellarni biz Elliott to'lqinlari asosida filtr qilib olamiz. Odatda o'suvchi trend 3 marta impuls qilib o'sganidan keyin 2 marta qaytadi, ya'ni korreksiya bo'ladi, ABC korreksiyasi. Bizning vazifa ushbu bo'lib o'tgan impulsni 1 2 3 4 5 impulslarini kutib, uning korreksiyasidan, ya'ni ABC korreksiyasidan yangi impulsga qo'shilish bu eng optimal nuqta hisoblanadi va bozorni bu etapida ishlash risk va kelajakdagi profit nisbati kamida 1 ga 3, 1 ga 5 yo 1 ga 10 gacha boradi. Demak, kirish nuqtalari avvalambor biz ushbu bo'lgan korreksiyani oldingi zonaga kelishini kuzatamiz, ya'ni oldingi eng minimal zonaga qaytib beradi ABC korreksiya va bu yerda biz switchnoy model yoki switchnoy pattern qidiramiz. Oldingi darslarda pinbar haqida gaplashgandik. Bu switchnoy model bo'lib, odatda bozor razvorot qiladigan momentda chiqadi va uning ko'rinishi, agar biz switchani o'rtasidan bo'ladigan bo'lsak, barni o'rtasidan bo'ladigan bo'lsak, uning ochilish va yopilish nuqtasi uning yuqori qismida bo'ladi va uning ko'rinishi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Odatda uni molot ham deyishadi, boshqa strategiyalarda, ya'ni impuls bo'lib o'tgandan keyin korreksiya bo'ladi va bu yerda odatda shu pinbar chiqadi. Uning ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Uning tanasi barning yuqori qismida bo'ladi va bu yerdan biz уже buy orderlarni ochsak bo'ladi. Buy orderlari eng optimal nuqtasi shu bo'ladi. Undan keyin bozor yana yuqoriga trend, asosiy trend bo'ylab o'sib boradi. Bu o'suvchi trendda, tushuvchi trendda buning teskarisi, ya'ni biz pastga bo'layotgan harakatni kuzatamiz va uning strukturasi Elliott to'lqinlari bo'yicha 1 2 3 4 5 modellari bo'yicha tushib keladi. 3 4 5. Bu holatda trend tasdiqlanadi, ya'ni trend pastkaligi tasdiqlanadi. Odatda bundan keyin korreksiya bo'ladi, zigzag ABC korreksiya. Eng ko'p uchraydigan korreksiya. ABC korreksiyasi uning to'xtashi oldingi mana bu 4-to'lqin, ya'ni oldingi maksimumda ostanovka qiladi, ya'ni to'xtaydi va bu yerda biz switchnoy tasdiq qidiramiz va bu yerda ham pinbar paydo bo'ladi. Uning ko'rinishi, agar biz barni yoki switchani o'rtasidan bo'ladigan bo'lsak, ochilishi va yopilishi, ya'ni tanasi uning past qismida bo'ladi. Uni yana падающая звезда yoki shunga o'xshash bir atamalar bilan aytishadi. Ya'ni shu yerda impuls bo'lib o'tib, korreksiya zigzag pattern bo'layotganda, mana shu yerda shu tanasi pastga yopilgan pinbar paydo bo'ladi. Eng optimal kirish nuqtasi shu yerda bo'ladi. Bu yerdan biz уже sell pozitsiyalarini ochsak bo'ladi. Sell. Va bundan keyin yana impuls pastga davom etadi, chunki trend pastga. Bu tushuvchi trendda. Flat holatida esa, keyin uni ko'rib chiqamiz. Demak, bozor koridorda bo'ladi yoki bir yaqqol trend bo'lmaydi. Misol uchun, yuqoriga harakat bo'lyapti va undan keyin bozor flat holatiga tushib qoldi. Undan oldingi holati, e'tibor bersanglar, yuqoriga, bozor yuqoriga harakatlanib kelgan undan oldin va flat holatiga tushgan. Bu yerda lutshi mana bu oldingi shu to'xtalishlar zonasidan biz buy pozitsiyalarini ochganimiz ma'qul, chunki asosiy trend yuqoriga va bu yerda ham bozorning oldingi minimumlarida pinbar paydo bo'ladi
uning maksimumi va minimumi, ya'ni tanasi barning yuqori qismida, switchning yuqori qismida bo'ladi. Undan keyin odatda yana trend yuqoriga davom etadi. Flat holatida maslahat beriladi. Katta maqsad qo'yilmaydi. Maqsad, misol uchun bu yerdan buy qiladigan bo'lsak, maqsad buni oldingi maksimum bo'ladi. Ya'ni take profitimizni bitimdan chiqishimiz shu yerda bo'ladi. Stop loss ushbu zonani minimumiga qo'yamiz. Mana bu zonani minimumiga qo'yamiz. Misol uchun kirishimizdan tilloda 4250, stop loss esa buning minimumi 4240, ya'ni biz $10 risk qilamiz. Maqsad oldingi maksimum take profit, ya'ni bitimdan chiqishimiz mana bu yerda bo'ladi. Misol uchun bu yerda odatda 4280 da $30 profit. Shu tariqa biz sizlar bilan kichik risk, ya'ni $10 kichkina risk bilan $30 nisbatan 1:3 proporsiyasida zelka ochib ishlagan bo'lamiz. Agar trend pastga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni impuls pastga bo'lib keldi va bozor flat holatiga tushadigan bo'lsa, biz mana bu pastga kelayotgan trend bo'lgani uchun buning yuqori qismidan, ya'ni oldingi maksimal zonalardan biz sell pozitsiyalarni ochamiz va обязательно switchnoy tasdiq, to есть ochilish va yopilishi switchani past qismida bo'lishi kerak. Eng optimal nuqta shu hisoblanadi. Yevro dollar misolida oladigan bo'lsak, 1.3310 hozirgi narx. Stop loss buning maksimumida bo'ladi, ya'ni stop lossimizni, riskimizni chegaralaymiz. Misol uchun bu yerda 1 odatda yevro dollarda 20 punkt bo'ladi, 33.30. Maqsadimiz ushbu koridorni past qismida, ya'ni take profitni 1.3250. Riskimiz $20, bo'lajak profitimiz $60. Shunda biz kichik risk bilan yaxshi pozitsiyasini, to есть где-то 1:3 pozitsiyani ishlagan bo'lamiz. Elliot to'lqinlarini va korreksiya turlarini o'tganimizda, oldingi darslarda esinglarda bo'lsa, bir necha korreksiya turlari bor. Eng ko'p uchraydigani o'sha birinchi ko'rib chiqqanimiz zigzag korreksiyasi, ya'ni impuls bo'lib o'tadi va bozor 2 marta qaytadi. Va bu yerda agar pin bar chiqadigan bo'lsa, bozor yana yuqoriga harakatlanishi mumkin va bu tasdiq bo'ladi. Qaytishi esa 2 marta bo'ladi. Trend pastga bo'ladigan bo'lsa, agar trend pastga yo'lalayotgan bo'lsa, uning qaytishi yuqoriga 2 marta qaytadi, zigzag, va pin bar uning oldingi maksimal zonasida paydo bo'ladi. Va bu yerdan biz уже sell pozitsiyasini ochaveramiz. Keling uni amalda ko'rib chiqamiz. Demak, MetaTrader platformasiga kirganimizda, misol uchun tillo aktivi, mana bu yerda trend yuqoriga o'zgargan va bozor qaytishni boshlagan. Unga nisbatan bir marta tushdi, ortiga qaytib, yana bir marta ortiga qaytdi va bu qaytish ushbu tilloni oldingi ushbu korreksion zonasi bo'ladi. Bu yerda biz bitimlarga kirishga harakat qilamiz na yangi impulsga. Kirish narxlarimiz ushbu pin barlarni hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 4050 da stop loss ushbu minimal zonalar. Minimal zonalar 4020, ya'ni $30 risk bilan mana shu yerdan kiramiz. Maqsad ushbu yangi paydo bo'layotgan trendga qo'shilish. Bitim ochishda keling uni ko'rib chiqamiz. Instrumentni ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, MetaTrader platformasida
mana bunaqa order ochiladi. Bu yerda birinchi qo'yadigan narsamiz объем, ya'ni hajm, bitim hajmi. Boshida maslahat beraman, 001 dan ishlashni boshlang. Bu где-то o'sha $1000 pozitsiya degani va stop loss grafikda oldingi minimumga qo'yadigan bo'lsak, buni belgilab olsak bo'ladi, 4020. Stop lossni 4020 ga qo'yib qo'ysak bo'ladi. 4020. Maqsadimiz deylik 1 ga 3 ishlamoqchi bo'lsak, bu yerda 30 punkt bo'ladigan bo'lsa, 90 punkt, ya'ni 50 ga 90 punkt qo'shadigan bo'lsak, bu где-то 140 atrofida bo'ladi. 4140. Va bayni bos. Hozirda narx yuqorida bo'lgani uchun bu bitimni ocha olmaymiz. Bozorni mana bu etapiga e'tibor beradigan bo'lsak, narx yuqoriga trend bo'ylab harakat qilgan, maksimum minimum, va bu yerdan u ortiga korreksiya qilgan. Bir marta qaytgan, unga nisbatan korreksiya qilib turib, yana bir marta tushgan. Va uning to'xtalish joyi, ya'ni biz bitimga kiradigan joyimiz bu oldingi zonani biz belgilab olamiz va bu yerda o'sha aytgan pin bar paydo bo'ladi. Uni yaqinlashtirib qo'yamiz. E'tibor bersanglar, mana bu pin barlar paydo bo'lishni boshlagan. Bu bizga shu joydan trend yuqoriga bo'lgani uchun va korreksiya zigzag bo'lib tugagani uchun yangi impulsga qo'shilib ketish imkoniyati bo'lgan. Kirish nuqtamiz ushbu pin barlarning yuqori qismida, buni tagidan kirilmaydi, endi sal yurib berish kerak. 4318 stop loss minimum, stop lossni minimumga qo'yamiz. Ya'ni 4308, 10 punkt, kirishimiz 4318, stop loss 4308, 10 punkt stop lossimiz bo'ladi. Bu yerdan bemalol buy pozitsiyasini ochib, tagiga stop loss qo'yib ishlasak bo'ladi va bu yuqoriga trend bo'lgani uchun unga nisbatan hozirgacha даже сделкani ushlab tursa bo'lgan. O'sib kelyapti tilla. 1 ga 10 даже proporsiya, mana bu kristik yordamida uni o'lchasak ham bo'ladi. 92 punkt, yuqoriga 97. 1 ga 10 ishlab bergan. Ya'ni kichik risk, katta potensial. Bu buy holatida, endi sell holatini ochamiz. Misol uchun dollar frank 1 soatlik time frame. Bozor mana bu etapiga e'tibor beradigan bo'lsak, bozor maksimumda minimumga qarab pastga trend va u ortiga korreksiya qilgan. Ortiga korreksiya qilib pastga tushib, yana shu oldingi maksimumga chiqib bergan va bu zona oldingi korreksion zonaga to'g'ri keladi. Tarixda narx shu yerdan yana pastga harakatlangan va buni biz zona deb olamiz. Kirish nuqtamiz ushbu zonada pin bar paydo bo'lsa, o'chirib tashlaymiz. Grafikni yaqinlashtiradigan bo'lsak, shu zonada e'tibor bersanglar, mana bu pin bar paydo bo'lgan, uning yopilishi va ochilishi shamning past qismida bo'lgan. Bu bizga shu yerda sellchilar kuchli bo'lganini anglatgan. Kirish nuqtamiz ushbu barning past qismida 0.8240, stop loss ushbu zonani maksimumida, ya'ni maksimumida 0.8251. Bu yerda ham shu 10 punkt stop loss. Ya'ni sell сделкасini ochamiz, buni maksimumiga stopni qo'yamiz va yurib berish ehtimoli, to есть oldingi minimumgacha oladigan ham bo'lsak, 1 ga 5. Kelgusida ham yana narx ortiga qaytib, imенно shu zonada yana pastga trend davom etgan. E'tibor beramiz, обязательно trend qaysi tarafga ekanligini. Agar trend pastga bo'lsa, biz uning qaytishidan, yuqoriga qaytishidan faqatgina sell pozitsiyalarini ochamiz.
Ko'plar o'ylaydi bu yerdan sell qilib mana pastidan buy qilish kerak, yana sell qilish kerak. Yo'q, u noto'g'ri. Именно trend bo'ylab, trend pastga bo'ladigan bo'lsa, bozor yurib beradi, qaytib beradi. Shu yerdan sell ochamiz. Yana ortiga qaytib bersa, yana trend bo'ylab sell ochamiz. Keling endi buy, sell va limit orderlarni ko'rib chiqamiz va ularni qanday ishlatiladi, qanday to'g'ri ishlatish kerak. Ikki turdagi orderlar bor. Hozir ochiladigan, ya'ni ruchnoy biz buy yoki sell pozitsiyalarini hozirgi narxdan ochamiz. Ikkinchisi kechiktirilgan order, ya'ni misol uchun mana bu yerda bozor yuqoriga va biz uning oldingi korreksion zonalarini ko'rib turibmiz. Oldingi to'xtash zonalarini biz oldindan shu zonalarga kechiktirilgan order qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun trend yuqoriga, uning qaytish narxi hozirda misol uchun 3326 va biz bilyapmiz, что u yanada pastroqqa tushadi. Biz oldindan ushbu zonaga limitni order qo'yib qo'ysak bo'ladi, ya'ni arzonroqdan sotib oladigan order. Uni qanaqa qo'yiladi? Terminal ustiga bosganimizda объем и mana bu yerda kechiktirilgan, ya'ni отложенный order va bu yerda narxini belgilab qo'ysak bo'ladi. Отложенный order, buy limit orderi, ya'ni arzonroq sotib olish. Объем 001, narxi 4298. 4298. Zaranее bunga stop loss qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun 4280. И take profit 4310 misol uchunda. И установить. Hop, e'tibor bersanglar, bizda mana orderimiz, limit orderimiz paydo bo'ldi. Buy limit 3298 dan narx qachonki hozirgi narxdan shu pastga tushib keladigan bo'lsa, bu arzonroq narxdan bizga broker bitimimizni ochib beradi. Zaranее stop lossni ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. Stop losslarni shu to'g'rilab oldingi minimumlarga o'zgartirsak bo'ladi. Take profitlarni ham zaranее ruchnoy buni regulirovka qilsak bo'ladi. Ya'ni buy limit orderi arzonroq sotib olish. Hozirgi narx yuqorida, limitni pastroq qilib qo'yamiz va bozor pastga kelganda arzonroq o'zi broker bizga ochib beradi. Agar mana hozir bozordagi narx 4480, agar bozor pasayib shu biz qo'ygan orderga keladigan bo'lsa, 4298 ga bitimimiz уже avtomatik ochilib ketadi. Stop lossni ham zaranее qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu yerdan bizni broker bitimimizni ochadi va u yana o'sib borishiga biz daromad qilamiz. Ba'zi holatlarda shunaqa bo'ladiki, narx unchalik chuqur tushmaydi, yarmidan qaytib ketishni boshlaydi, yuqoriga yana o'sib ketish ehtimoli bor. Demak, bunday paytlarda tasdiq bo'ladi, что bu o'sib ketgani oldingi maksimumni yorib chiqishi. Buning uchun biz bu yerga buy stop orderini qo'yib qo'yadigan bo'lsak, отложенный buy limit, buy stop, ya'ni qimmatroq sotib olish va narxini belgilaymiz 4420. 4420 и установить. E'tibor bersanglar, hozir time frame kichraytiramiz. Bu yerda mana bizni orderimiz turibdi. Buy stop. Narx bunaqa chuqur korreksiya qilmay tez qaytib ketadigan bo'lsa, biz orderimiz avtomatik yuqoridan ochilib ketadi, чтобы keyingi mana bunaqa o'sish bo'lish ehtimoli bo'lgani uchun biz bitimga zaranее order berib qo'yamiz. Buni buy stop, ya'ni qimmatroq sotib olish. Buy limit, ya'ni arzonroq, ya'ni pastga tushganda olib bersa bu order. Buy stop qimmatroqdan, ya'ni impuls уже yurishni boshlaganda olib beriladi. Bu конечно же qimmatroq bo'ladi. Nimagaki ba'zi holatlarda o'sha bozor o'zini maksimumini unaqa chuqur korreksiya qilmay, mana bu yerda ham unaqa chuqur korreksiya bo'lmagan, просто sal ortiga qaytib turib narx yana uchib ketgan. Shu pozitsiyalarni qo'ldan boy bermaslik uchun mana shu yerga zaranее order qo'yib qo'yganimizda bozor bizni orderimizni ochib chiqib ketardi va biz
profit olgan bo'lardik. Sell holatida ham xuddi shunaqa ishlaydi. Misol uchun dollar frank da biz zaraniye misol uchun mana shu yerdan ketyapti, ortiga qaytish ehtimoli bor. Biz mana bu yerdan sell limit qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni dollar frank ustiga bosamiz. Исполнение отложенный. И bizga sell limit kerak. Sell limit. Narxi 0.7957 0.7957 и установить. Ya'ni hozirgi narx 0.7940 da ortiga qaytib bersa, bu yerdan broker bizga mana bu sell limitimizni ochib beradi. Ya'ni bu yerdan sell pozitsiyasini ochib beradi. Va trend pastga bo'lgani uchun biz bu yerda daromad qilamiz. Va yana bir kirish usuli, bozor bunchalik darajada chuqur tushmay srazu ketib qoladigan bo'lsa, biz ushbu qaysidir mana shu minimal zonaga sell stop orderini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Tip исполнения отложенный, объем 0.01, цена narxi 0.7935. 0.7935. Bu degani narx ortiga qaytmay primoy tushib ketadigan bo'lsa, bitimimiz pastroqdan o'zi avtomatik ochilib ketadi va ba'zi holatlarda o'sha aytganimizdek bozor chuqur korreksiya qilmaydi-da, primoy ketib qoladi. Buni pastiga sell hozirgidaqa limit qo'yib qo'yadigan bo'lsak, orderimiz avtomatik ochilib ketadi. Biz terminal oldida bo'lmasak ham. Sell limit uni naboroti, agar bu narx ortiga qaytib beradigan bo'lsa, keyin ochadi bu. Yanada выгодный narx hisoblanadi bu, конечно. Chunki teparoqdan biz sell qilamiz. Oddiy bitimni hozir ochsak bo'ladi. Misol uchun, to есть kechiktirilmagan, hozir o'zidan исполнение по рынку sellni bossak, bitim уже avtomatik mana ochildi. Keyingi darsda lotlarni hisoblash va money managementni o'rganamiz. Salomat bo'ling.